Ivan Grozny, Napoleon Bonaparte va yosh Al Capone. Men dunyoga nafrat va dahshat urug'ini sochishda dong taratgan rahnamolar, jentelmenlar, sizlar bilan uchrashuvdan g'oyat shodman. Biz ham shodmiz. Sizdan faqat sadoqat talab etiladi. Mukofot ham arzigulik butun jahon. Savollar bormi? Ha, bor. Nega ko'ylak kiygansiz? Bu ko'ylak emas, tunika. 3000 yil burun bu urfda bo'lgan. Yana savollar bormi? Ha. Mabodo bizga ham shunday libos kiydirmoqchi emasmisiz? Yo'q, albatta. Janob Capone'ga aytdim-ku, egnimdagi ko'ylak emas, bu tunika. Farq katta. Yana savollar bormi? Ko'ylak haqidagi savollarni nazarda tutmadim. Tunika demoqchi edim. Gap tamom. Vaqt g'animat. Tun nihoyatda qisqa. Qisqa? Nega bu so'zni menga qarab aytdingiz? Ma'zur. Og'zimdan chiqib ketibdi.